Mana do'stlar, Jizzax shahrini eng baland charpalagidamiz biz. Bo'lmasa ana ajoyib charpaladi ketyapmiz. Baland ekan. 52 metr ekan. 52 metr ekan bu ham. Ko'rsanglar zo'r. Ajoyib ko'rinish beradi ekan. Tepadan yo'talgani ham boqasan ekan bilan desang mana kumullo. O'ta baland. Ochig'i balandlikni yaxshi ko'radiganlar maza qiladi. Men unchalik balandlikni yaxshi ko'rmayman. Lekin o'ziga yarasha ощущенияni yaxshi ko'raman mana. Tepadan juda chiroyli ko'rinadi ekan. Ощущенияni yaxshi ko'raman. Katta baland. Birinchi marta kechqurun tushdim. Ha, jovlanman aziz kechqurun qo'rqitishdi meni. Nasib baland chiqsam qo'rqasan deb. Lekin xudo xolasa ощущение ham uncha vahimali emas. Chunki o'zi ham bezopasniy ekan, mana zamonaviy charpalak. Hamma yoq himoyalangan ekan. Kechqurun kunduzgi sal qanaqa bo'lar ekan? Do'stlar, albatta kelinglar. Jizzax shahri juda rivojlangan shahar bo'lib ketibdi. Hozir hamma yerda zamonaviy qurilish kuchli ketyapti. Shunga qaramasdan mana bemalol aylanib, bemalol ko'radigan shahar ekan. Bu yerlarda ham shunday. Shunga mana eng tepa taraflarga yetay dedik. Ko'ryapsizlar, tepalikda. Dalalar ko'ryapti, juda dahshat, maza. Ko'p qavatli uylar ham yaxshi ekan. Priroda zo'r. Uni mehmonxona qara. O'zbekiston mehmonxona. Mana do'stlar, eng baland cho'qqiga pastga yetib keldik mana. Ajoyib. Eng pastda olaman hozir. Mana. Past. Ko'lam kichkina bo'lib qoldi. Katta binolar ham ko'p ekan. Yaxshi. Ajoyib. Mana buni hozir 90 gradus bo'lganda eng tepaga chiqqan bo'lamiz. Ha, bizga eng cho'qqiga. Eng cho'qqiga chiqdik mana. Endi tushishga kelyapmiz. Har bir narsani chiqishi va tushishi bor. Mana. Ozgina ощущение bo'ldi mana shu yerda. O pastdagi Toj Mahal chiroyli ko'rinadi ekan mana. Eiffel minorasi bor. Zo'r. Sizlarga bilindim. Mana gastiniца. Biz turgan gastiniца mana Turkiston. Turkiston gastinitsasi orqa tarafda. Mayli do'stlar, biz bilan birga bo'linglar. Jizzaxdan sizlar uchun ajoyib Instagramda ham ancha primoylar, materiallar qo'yapmiz. Qirg'izistondan ancha odam kelgan, siz olinglar. Ko'p keldik. Mayli do'stlar, Jizzaxdan